Assalomu alaykum yurtdoshlar. Aziz obunachilar, bugungi videomizda biz sizlarga Cobalt mashinasini olib qo'yamiz. Muammo bu oyna orqa oyna ko'tarmay qolgan podyomnik, stiklopodyomnik motorchiklar. Cobalt mashinamiz 2013-yil. Buni hozir bu yerga toza knopka qo'yib berdik. Bu tarafini ham yangi knopka qo'yib berdik. Foydasi yo'q, befoyda bo'lib turibdi. Kompyuter diagnostikasini ham qilib ko'rdik, baribir befoyda bo'lib qoldi. Keyin shuni tekshiruv jarayonida shu narsaga duchor bo'ldikki, bu yerda kuzov eshik bilan kuzov o'rtasidagi shtekir, ya'ni mana shu yerda hozir biz narusheniyasini topdik. Buni kimdir qiynalayotgan bo'lsa, endi o'rganayotganlar bo'lsa, bizlarga o'xshab shu oson bo'lish maqsadida videoni yoritib boryapmiz. Kim qanday qilib topadi, bizlarga biz shunday qilib topdik. Bularni mana zanglab ketgan, ishlarini tozalab, hozir uzilganlarning ichidan bu shtekirlar qimmat. O'zi shuning uchun oddiy o'zini ichidan teshib o'tirib, prямо qilib beramiz. Bu восстановить qilib bo'lmaydi, erib ketganda bu joylari erib. Shuning uchun ichidan o'tkazib nima qilib beramiz. Kimda shunday muammolar uchrayotgan bo'lsa, videoda kommentariyada yozib, bemalol obsujdat qilsak bo'ladi. Baqilasa sizlarga qo'ldan kelgancha kerakli foydali videolar chiqarib boramiz. Hamda hozir bu yerlardan parokdan o'tgan provodlarni ham jo'rdik, buni polностью bu tarafindagi shtekirni ham chiqarib ko'rdik. Bu yerdan yo'q. Mashina faqat bir tarafga ko'tarib turibdi. Ko'tarish yo'q, tushirish bor. Shuning uchun biz shu yerdan topdik buni hozir kasalni. Video davomida ko'rsatib boramiz. Mana bu tarafdan tekshirsak bor. Ko'tarish ham, tushirish ham bor. Bu tarafdan bir tarafidan. Hozir ulab qo'ydik. Hozir buni ulab olish uchun video ko'p daqiqa olmaslik uchun pauza bosib turamiz. Kerakli joyini chiqaramiz, xudo xolasa. Mana hozir bu yerdan provodni topib oldik. Bu tarafdan boshqarib turibdi. Mana knopkani ham ko'rib olish mumkin. Boshqasini bosib turibdi demanglar. Orqa. Endi bu tarafidan ham ko'ramiz. Hozir ulab olgandan keyin chiqaramiz. Endi bu tarafidan qaraymiz. Bu tarafida yo'q. Ko'rib tursizlar. Mana shu shtekirda hamma narsasi. Hozir bu shtekirni yangi sotib olishga bo'lmasa yo'q. Shuning uchun o'zini to'g'rilab, ichidan teshib o'tirib provodlarni boylab beramiz. Video yoqqan bo'lsa, bir like bosamiz, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Shu yerda bir masala oyna knopkasini ko'rsatib o'tamiz, предохранительni ko'rsatib o'tamiz. Qaranglar. Oynaniki. Mana ikki dona предохранитель bo'ladi. Shu yerda ina. Mana shishali. Mana birsi, mana ikkinchisi. Orqa oldiniki отдельный mana Cobalt, Chevrolet Cobalt. Mana zajgalkaniki. Eng pastdagi. Mana. Bu zajgalkaniki bu. Mana. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, kerakli foydali videolar chiqarib boramiz. Bir like qo'yamiz, podpisatsiya bosib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.